Samarqand radio kanalida kun mavzusi sahifasi bilan mikrofon oldida Aziza Zokirova. Assalomu alaykum. Jaholat so'zi arab tilidan olingan bo'lib, jahl, bilmaslik, ilm va donolikdan mahrum bo'lish ma'nolarini bildiradi. O'zbek tilida jaholat so'zi odatda insonning ilm va ma'rifatdan yiroq bo'lishi, bilimsizlik va noxush holatni ifodalash uchun ishlatiladi. Jaholat bu insonning bilim va tafakkur darajasining pastligi, ma'rifatga nisbatan befarqligi yoki ongining torligi bo'lib, jaholatning eng katta xavfi shuki, u insonni o'z imkoniyatlarini anglash va rivojlanishdan to'xtatib qo'yadi. Buning natijasida jamiyatda notinchlik, tushunmovchilik, xurofot urushlarini vujudga keltiradi. Dono xalqimiz hamma narsaning ikki tarafi bor yoki har dardning bir shifosi bor deganidek, jaholat ulkan muammo va haqiqiy fojia bo'lishiga qaramasdan, albatta uning ham yechim va davolari bordir. Jaholatga qarshi eng kuchli qurol bu ma'rifatdir. Ma'rifat so'zi arab tilidan olingan bo'lib, ma'rifat bilim, anglash, tushunish ma'nolarini bildiradi. O'zbek tiliga arab tilidan kirib kelgan bu iboraning ma'nosi ko'proq ilm, donolik va ma'naviyat kabi tushunchalarni ifodalashda ishlatiladi. Odatda insonning aqlli, tarbiyali, ma'rifatli va ongli bo'lishini ifodalaydigan ma'rifat hayotning turli sohalarida o'rganilgan bilimlar va tajribalar to'plami hamdir. Insonning ongini ochish, ma'naviy va axloqiy o'sishini ta'minlash, jamiyatda yaxshilikni targ'ib qilish ham ma'rifiy ishlar jumlasidandir. Bugun yoshlar ta'lim va tarbiyasi davlat siyosatining dolzarb masalalardan biriga aylanganligi hech kimga sir emas. Sababki mamlakat aholisining 60% dan ko'prog'ini yoshlar tashkil etadi. Shuning uchun ham mamlakatimizda amalga oshirilayotgan barcha ijobiy o'zgarishlar zamirida har tomonlama barkamol, jismonan sog'lom, aqlan yetuk, nafaqat ko'plab bilimlarni, hozirgi davrda talab katta bo'lgan kasb-hunarlarni egallagan, ayni paytda mustaqil va ijodiy fikrlashga qodir, intellektual salohiyati yuksak yosh avlod to'g'risida g'amxo'rlik qilishdek ustuvor maqsad mujassam ekanligi tabiiydir. Ravshan Elmurodov, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi ilmiy xodimi. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatulloh. Jaholatga qarshi ma'rifat deganda bilamizki, jaholat bu ma'rifatni ziddi hisoblanadi. Ya'ni jaholat deganda ilmsizlik, ma'rifatsizlik tushuniladi. Bilamizki, islom dini kelishidan oldingi davr ham jahiliyat davri deyilgan. Ya'ni odamlar jaholatga botgan, ya'ni qon to'kilishi muntazam davom etgan, ya'ni fahsh munkar ishlar juda avj olgan davr bo'lganligi uchun jaholat davri deb atalgan. Buni ziddi esa ma'rifat, ya'ni ilmlilik, ya'ni ilm so'zi jaholat so'zini ziddi hisoblanadi. Ilm so'zi bilamizki, Qur'oni Karimda, hadis-i shariflarda juda ham ko'p bor takrorlangan. Xususan Qur'oni Karimda ilm so'zi 783 marta takrorlangan. Va ilmlilar va ilmsizlar teng bo'lmasligini Qur'on ochiq bayon etgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'firullah hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun deb marhamat qiladi. Ya'ni biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'larmi deydi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, biladiganlar, ya'ni ilmli kishilar ilmsiz kishilar bilan hech qachon teng bo'lmaydi. Yana hadis-i shariflarda odamlarni ilmga juda ham ko'p targ'ib qilingan. Sahih hadisda keladiki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin degan. Ya'ni ilm talab qilishlik har bir musulmonga farzdir degan. Hazrati Alidan naql qilinadiki, odamlarni eng qadri ozi ilmi ozidir degan. Ya'ni islom ilm ma'rifat dinidir. Islom odamlarni ilm ma'rifatli bo'lishga, jaholatga qarshi din hisoblanadi. Hozirgi kunda ayon bo'ladiki, fikrga qarshi fikr bilan, g'oyaga qarshi g'oya bilan va jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish
eng dolzarb masalalardan hisoblanadi. Ya'ni jaholatga qarshi kuch bilan kurashilib bo'lmaydi. Chunki jaholatga qarshi kuch bilan kurashilsa, u aks ta'sir etishi mumkin. Bunga birdan bir yechim, ya'ni jaholatga qarshi ma'rifat bilan odamlarni ma'rifatli, ilmli, ya'ni kitob o'qishga targ'ib etish bilan kurashish mumkin. Hozirgi kunda jaholatni ko'rinishlari juda ham ko'p. Bu xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy sohada bo'lsin. Dunyoviy sohalarda kishilarni har xil bo'lmag'ur narsalarga mashg'ul bo'lishi ham jaholatni bir turi. Misol uchun, hozirgi kunda texnologiyalar rivojlangan davrda texnologiyadan to'g'ri foydalanish ham bir ilm, ya'ni undan noto'g'ri maqsadlarda foydalanish ham bir ilm. Endi diniy sohaga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda internet tarmoqlari, texnologiyalar rivojlangan davrda hamma narsa ochiq. Ya'ni yoshlar internetdan xohlagan ma'lumotni olishi mumkin. Ya'ni to'g'ri ma'lumotni ham olish mumkin, noto'g'ri ma'lumotni ham olish mumkin. Ya'ni diniy sohada ham hozirgi kunda ko'plab oqimlar, ekstremistik, terroristik oqimlar, salafiylar, mazhabsizlar, mana shunday o'zbek zabon, o'zini olim, shayx sanaydigan insonlar chiqib ketganki, ularning da'vatlari diniy jihatdan yoshlarni og'ishga, noto'g'ri yo'lga kirib ketishiga sabab bo'lmoqda. Yuqorida ta'kidlaganingizdek, kitob o'qishlik, umuman ilmni kitob orqali olishlik juda ham bir samarali usul hisoblanadi, aytganingizdek. Chunki Abdulloh ibn Muborakdan bir so'ralgan ekanda, siz nega namoz o'qib bo'lganimizdan keyin biz bilan birga o'tirmasdan tez ketib qolasiz deganda, men sahobalar va tobiinlar bilan birga o'tirishni afzal ko'raman derkan. Shunda u hayron bo'lib, sahobalar va tobiinlar qayerda ekan deb so'raganda, aytgan ekanki, men borib kitob o'qiyman. Shunda sahobalar va tobiinlar haqida, ularning qilgan ishlari haqida ma'lumotga ega bo'laman. Sizlar esa o'tirib bekorchilikdan odamlarni g'iybat qilishda mashg'ul bo'lasizlar. Shuning uchun men sizlarni tark qilaman degan ekanda. Kitob ham eng samarali insonni ma'rifatiga, ilmli bo'lishiga eng samarali usullardan biri kitob. Ayni paytda bizni urf-odatlarimiz, mana milliyligimiz deymiz-ku, mana shu ham insonni ma'rifatli bo'lishiga eng asosiy vosita hisoblanadi. Chunki bizni urfimiz, odatlarimiz, milliyligimiz go'yoki islomni qamrab olgan. Biz ota-bobolarimizni urf-odatlari Qur'on va hadisga mos, ya'ni urf-odatlar hisoblanadi. Ya'ni o'zimizni qadriyatlarimizni bilishligimiz, o'tgan ajdodlarimizni keng merosdan foydalanishligimiz ham ma'rifatimizga juda ham katta ta'sir qiladi. Insonning insonligi birinchi navbatda uning ma'naviy axloqiy jihatdan barkamolligi, pokligi bilan belgilanadi. Ma'naviy axloqiy inson ota-onasi, farzandlari, qarindoshlari, xullas butun oila a'zolari, qo'ni-qo'shnilari, mahalla-yu kuyi, qishloqdoshlari va butun mamlakat, xalq farovonligi haqida qayg'uradi. Muhtaram radio tinglovchilar, siz kun mavzusi sahifasi bilan tanishdingiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturlarimiz davom etadi.